Ojiza. Ikkinchi qism. Aziz bularni ko'rishni istamay, ensasi qotgancha qo'lini cho'ntagiga solib, E'zozani olib ketishgan tomonga qarab yurdi. Ortidan akasi ham ergashdi. Aziz, mashina tayyor. Ketasiz kelin bilan. Qolganini o'zimiz hal qilamiz. Qizni ketkazib mehmonlarga tushuntiramiz. Sovg'a bilan jo'natamiz. Shundayam bizning odamimiz ko'p, xavotir olma uka, dedi akasi Bahrom ukasining yelkasini qoqib. Ohista bosh irg'adi. Yaxshi. Yangilar ham sizlar bilan ketadi, dedi Bahrom. Ketmaydi. Nega axir? Bilasan-ku haligidek. Yo'q dedim. Hech kim ortimizdan bormasin. O'zim eplayman. Yaxshi, dedi xo'rsinib Bahrom. Bahrom joyida qolgandi. Ukasini qo'lida butun boshli boyliklari bor ekanini tillarini qisib turardi. Aziz kelin o'tirgan mashina yoniga borib, haydovchiga o'tir mashinaga degandek bosh silkidi. O'zi esa orqa o'rindiqqa joylashdi. Mashina chetida o'tirgan qizga ko'zi tushgan Aziz to'xtab qoldi. E'zoza bir chetda qaltirab yig'lab o'tirardi. Nega yig'layapsan? So'radi Aziz. Bu gunoh. Xudoyim, u qizga sinov bergan. Bu gunoh edi. Bu gunoh. U qizning yuzida tashvish va ilojsizlik bor edi. U yashashni xohlayotgandek edi. U hisob so'rashni xohlagandi. Ey chinnimisan? Nega bunaqa vaysayapsan? Aziz birdan to'xtadi-da, o'z gapini tahlil qilib kulib yubordi. La'nati, sen o'zi jinni eding-a? Esimdan chiqqan ekan. Xullas eshit. Asabimni buzmasang, tinch yashaysan. Aks holda. Aziz E'zozaga gapirishdan to'xtab, haydovchi tomon qaradi. So'ng yana kulib, gapini davom ettirishni xohlamay, titrab turgan qizning qo'lini ushlab, o'ziga tortib, qattiq qisdi. Uyda gaplashamiz, jinnivoyim, dedi Aziz. Qiz yig'lab yuborishdan avval qo'lini qo'yib yuborib. To'yxonadagi vaziyat ancha chigallashgan edi. Azizning onasi Farangiz xola achchiq choydan bir ho'plab, yonida girdi kapalak bo'lib yurgan kelinlarga nazar tashlab qo'ydi. Qudalar oldida sharmanda qildi. O'zi buzuq. Nomi o'tsin o'sha alvastini. Farangiz xola yana boshini ushlab, choyda yana bir ho'pladi. Oyijon, e'tibor bermang. Sizga asabiylashish mumkin emas, dedi katta kelin bo'sh kelmay. Qaynonasiga yon bosib, osinidan o'tish uchun tilini ishga soldi. Ma'suma nega bunday deysan? Qanday asabiylashmay? Kenjatoyimning to'yi buzildi-ku. Baxtsiz bolama, to'yi risoladagidek o'tmadi. Ustiga ustak dadasi ham yo'q bo'ldi. Shu jinni kelin bo'ladi deb turib oldi. Ne orzularim bor edi meni. Ma'suma ikkilanib turib, qaynonasining piyolasiga yana bir choy quydi. Oyijon, balki baxtli yashab ketishar. Muhimi keliningiz soddadir qiz, dedi Ma'suma va qaynonasining belini silab kuldi. Qayerdan bilasan sodda ekanini? Balki ilondir. Onasi qizim alohida yashasa, turmushga beramiz dedi-ku. Qiz esa aslida jinniga ham o'xshamadi. Bo'lmasa tayyor boy yerni olib, yana onasidan ajrab chiqib ketarmidi? Gapga Nozima kelin aralashdi. Ikkovsining gaplarini Farangiz xola eshitib o'tirarkan, erka bolasini yangi kelin uydan olib chiqib ketganini eslab, g'azabi ichida qaynay boshladi. Men bolamni xohlagan vaqtim ko'rgani boraman. O'sha jinni g'ing desa, nima qilarkanman? Ikkiga buklab, onasinikiga olib borib tashlayman. U jinni Azizjonga ovqat qilib berarmikan-a? Voy, uzr keliningiz, dedi ikkinchi ovsin zahar tili bilan yana chaqib. Voy Nozimaxon, albatta qiladi. Meni bolam qo'yib bermaydi, ayyorlik qilib yotishiga. To'g'ri oyijon, Azizjon akalariga qaraganda talabchan. Siz xavotir olmang, asabiylashmang. Muhimi ular
o'zlari baxtli yashasalar bo'ldi. Axir sizda biz bormiz-ku. Ma'suma kelin Farangiz xolani quchib bag'riga bosdi. O'zimni shirin kelinimdan o'rgilay. Biram yaxshisiz-a. Mana bu tilla sizga, dedi Farangiz xola. Qo'lidagi qimmat tilla chaqinchoqni olib, kelinning qo'liga taqarkan. Ma'suma tillani ko'rib, qaynonasini yuz-ko'zlaridan o'pib, rahmat aytdi va ovsiniga qarab miyig'ida kulib qo'ydi. Kvartira eshigini ochgan Aziz ortidan qo'rqib turgan xotiniga ensasi qotgancha qarab qo'ydi. Ko'chada uxlamoqchimisan? Dedi Aziz ortidan ergashmay turgan E'zozaga. E'zoza qotib joyidan qimirlamay turardi. Aziz esa buni ko'rib, asablari buzilgani uchun pushtini tugib, eshikdan tashqariga chiqdi va E'zozaga yaqinlashdi. Bu uyda farishtalar yo'q ekan, qaltirab dedi E'zoza. Nima? Yana qanday farishta? Aljiramasdan yur, uyga kir. Bu tun biz uchun uzoq kechadi. Ko'p ishlar bor. Vaysamay ichkariga yur. Men kirmayman, dedi E'zoza, kelinlik ko'ylagini qo'llari bilan g'ijimlab ortga chekindi. E'zozaning bu rad javobini eshitgan Azizning ko'zlari kattalashdi. U hayrat bilan E'zozaga tikildi. Nima, sen hozir nima deding? Yana bir marta gapingni qaytar. Shu zahoti Aziz qizni shaxt bilan itarib, uni uyga otib yubordi. Sen hali menga gap qaytaryapsanmi? Birdan eshik kuch bilan yopildi. Qarsillagan ovoz butun binoga taraldi. Eshitilgan ovozdan cho'chigan E'zoza quloqlarini berkitib oldi. Ey aqldan ozgan, shuni yodda tut. Menga hali hech kim qarshi chiqmagan. Oldin ham shunday edi. Bundan keyin ham shunday bo'ladi. Go'zalsan, yoshsan, yashashni tanlab jim yashagin. Gaplarini tushunmaslikka harakat qilma. Men bilaman, hammasini tushunasan. Agar chinakam azobni ko'rishni istamasang, aytganimni qil. Aziz telefonini qo'liga oldi-da, E'zozani chetlab o'tib ichkariga kirib ketdi. E'zoza esa gangib quloqlarini ushlab yig'lardi. Bu tush, bu shunchaki tush. Hozir uyg'onaman, oyim yonimda bo'ladi va hammasi joyida bo'lib, bu tush edi deydi. E'zoza sochlarini yulmay, ularni yoydi. Pardozini qo'li bilan artdi. Boshidagi fatani yechib tashladi. Men uyg'onishim kerak. Nima, rostdan bularni tush deb o'ylayapsanmi? Ichkaridan kuylaksiz chiqqan Aziz kulib, qo'lidagi yondirg'ich bilan sigaretasini yoqdi. E'zoza, asabimni birinchi kechadayoq buzma. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Menga ishonaver. Aziz qizning yoniga kelib, bir tarsaki bilan uni yerga yiqitdi. Bilasanmi nima? Bu hayot senga ertak emas. Chinnisan degani senga munosabat qilishim kerak degani emas. Men hammaga bir xildaman. Shuning uchun o'zingni bil. Aytgancha, og'riqni his qildingmi? Demak bu tush emas. Bu hayotdagi jahannaming. E'zoza yerdan nafas ola olmay, o'z ko'z yoshiga bo'g'ilib qoldi. Tomog'ida nimadir tiqilgandek achishardi. U tarsaki yegan yuzini ushlab, xonada yig'lardi. O'ng yuzining yoni lovullab yonayotgan edi. Buni chetdan kulib kuzatib turgan Aziz o'rnidan turib oyna yoniga bordi. U uzoq oynaga tikilib turdi-da, uni ochdi. Tashqarida Toshkentning tungi hayoti, chiroqlar manzarasi porlab turardi. Aziz sigaretasini og'ziga soldi. Jinnilar ham kimdandir nafratlanadimi? Menga javob bera olasanmi, xotinjon? Kel yaxshisi, savolni o'zgartiraman. Sen hech otangga qarshi chiqqanmisan? Men chiqqanman, hatto urganman. Ishonasanmi? Nima? E'zoza kaltak yegan sabab hanuz sarosimada edi. U hech narsani tushunmasdi. Aziz esa kulib, oyna tokchasiga suyanib turardi. E'zoza yerda yig'lab o'tirardi. Axir u ham inson, boshqalar kabi.
og'riqni his qiladi. Unda ham his-tuyg'ular bor. Aksincha uning qarshisida turgan sovuq, yomon va chirqin ishlar bilan bo'yangan eri Aziz go'yo hissiz edi. Meni oyimning oldiga olib boring. Oyingga bormoqchimisan, rostdanmi? Yaxshi, uni yoningga olib boraman. Rostdanmi? Men tayyorman, ketamizmi? E'zozaning yuzi birdan yorishib, xursand bo'lib o'rnidan turdi. Qo'llari titragancha barmoqlarini o'ynab, ularni qovushtirib turardi. Ko'zlarini yerdan uzmay, so'ng biroz jur'at bilan Azizga qaradi. Aziz sigaretani yana bir chuqur tortib, oynadan tashlab yubordi-da, ochiq eshikli yotoqxona tomon yurdi. Yur, avval yengil kiyim kiyib olasan. Oyingning oldiga chiroyli bo'lib bormoqchisan-a? Ha, oyim meni ko'rib Malikam deydi keyin. Lekin E'zoza, undan oldin yuvinib ol. Yuzingdagi bo'yoqlarni yuv. Badaningni tozalab chiq. Keyin seni oyingning yoniga olib boraman. Rahmat sizga. Men hozir chiqaman. E'zoza ochiq eshikli hammomga tez-tez qadamlar bilan kirib ketdi. Uning ortidan Aziz kulib qarab qoldi. E'zoza ichkariga kirib ketganiga ishonch hosil qilgach, oshxonaga yo'l oldi. La'nati, qayerda edi bu uyqu dorilari? Aziz dorini oshxonadagi shkafdan topdi. U jo'brakdan suv olib stakanga quydi va ichiga 2 dona uyqu dorisini solib qo'ydi. Bugun kun bo'yi yurib charchaganim yetmaganday, jinnining dod faryodini eshitib o'tirishni xohlamayman. Bilaman, bu jinniga eringni xursand qil deyishmagan. Hech qisi yo'q. Aziz stakandagi suvga qora tabassum bilan tikilib turdi. Ammo kutilmagan qo'ng'iroq uni to'xtatdi. Telefon ekranida ota so'zi ko'rindi. Azizning yuzidagi tomirlar bo'rtib chiqdi. U bukirib so'kindi. So'ng ikkilanib turib go'shakni ko'tardi. Aziz go'shak ortidan baqirgan ovoz eshitildi. Tinchlikmi dada? Aziz ohangsiz javob berdi. Kim? Nega to'y buzildi? O'sha qiz kim edi? Qanday qilib bizni sharmanda qilding? Do'stimning yonida kim degan odam bo'ldimi? Ilhomovlarni sharmanda qilding sen bola. Bekni farzandi ekaningni unutdingmi? Menga nima? Bilganingizni qiling. O'sha do'stingizning yonida xohlasangiz odam bo'ling. Xohlasangiz Aziz gapini davom ettirmadi. Fikridan qaytib, gapini tugatmay, qizil tugmani bosdi. Nega mening hayotimga aralashib dakki berishadi? Men endi yosh bola emasman. Aziz g'azabdan to'lib toshdi. Stakandagi suvni qo'li bilan siqib, oshxonani tark etdi. U xonaga kirib, darrov hammom tomon yurdi va qulflanmagan eshikni tepib ochdi. Vannada ko'piklar orasida oynaga qarab o'ziga toj va turmaklar qilayotgan E'zozani ko'rib, kulib qo'ydi. Jinnilar chiroyli bo'ladi deysa, ishonmasdim. E'zoza uyatni bilmasa-da, Azizni ko'rgan zahoti qo'rquvni his etdi. Azizning yuzi avvalgi talsaga tushirgan paytidan ham dahshatliroq edi. Qiziq, qaynotang seni kiyimsiz holatda ko'chaga haydasa, nima qilarkin-a? Haqiqiy sharmandalik nima bo'lishini kel, otamizga ko'rsatib qo'yaylik. Aziz vannada o'tirgan qizga kulib qarab, shaxdan qadamlar bilan uning oldiga bordi va uni bilagidan mahkam ushlab, polga otib yubordi. Hey, ko'zingni yumma, menga qara, dedi Aziz qizning tirsaklaridan ushlab, uni o'ziga qaratarkan. Azizning tajovuzkor harakatidan cho'chib ketgan E'zoza yig'lab, ko'zlarini mahkam yumgancha qarshilik ko'rsatishga urinardi. Bu suvni jib o'tirib ichasan. Ichmasang, seni uydan chiqarib yuboraman. Tunda ko'chada yuradigan turli maxluqlarga yem bo'lasan, kichkintoy, dedi Aziz qo'llarini qizning iyagidan pastga tushirib, muloyim ammo tahdidli ohangda gapirib.